Ota-onam o'lgan, amamnikida yashayman. Adashmasam ko'pchilik hozir yo'q deydi-da aka videoga tushishga. Shuning uchun ham biz haqiqatan muhtojlarni qidirib bozorga kelyapmiz. Mana o'sha Siyob bozori, mashhur Siyob bozori. Bilmayman hozir qanaqa qilib kim oldiga boramiz, qanaqa topamiz. Lekin Allohga tavakkal qilib keldik, shu ishni qilamiz dedik. Inshaalloh topamiz. Ayni kameraga olsak. Bo'lmasa hozir aravani qo'yamiz, keyin birga boramiz. Polnistu kiyinamiz. Ketdikmi? Ketdik. 5 tacha. Ketdik. Ota-onang nima ish qiladi? Ota-onam o'lgan, amamnikida yashayman. Oxirgi marta qachon bir yangi kiyimlar olib kiygansan? 1 yil bo'ldi. Aravachilik ortidan qancha pul topasan kuniga? 100 ming, 150 ming shundan. Oyog'ing nechi? 40. Ota-onam olamdan o'tganlar deganda shunaqa yurak. Allohga behisob shukr. Haqiqatan ham bir joyga bo'ldi-da. Bola ham o'zi bir xarakter tomonlama juda ham spokойный ekan. O'ta spokойный. O'zinglar ham ko'rib turibsizlar. Yoqdimi? Buni qara. Zandarzal brendidan shimiz. Hamlaqa shim kiyganmisan? Alxonjalik? Yo'q. Ommalashgan hozir. Materialni qarab cho'ziluvchan. Как раз sanga mos. Razmeri ham har taraflama zo'r. Qo'rqani? Zo'ra? Endi buni kiyib ko'ramiz. Keyin qani buni? Yoqdimi o'zingga? Har taraflama. Men bu yerda hozir kamera ortida ko'plab odam bizlarni kuzatyapti. Shularni ham men bu narsaga hozir hissalari qaysidir jihatdan bor. Shuning uchun bir niyating bo'lsa akalarimizga. Niyatim shuki, katta bo'lsam biznesim bilan. Yaxshi biznesim bilan men ham sizlarga o'xshab ehson qilaman. Ortiqcha gap kerak emas. Do'stlar, biz bu ishlarni qilganimizdan 1 gram ham maqtanish yoki ko'z qilish maqsadida qilmadik. Qilganimiz bir boshqalarga ibrat bo'lsin, bizni ko'rib mana shunaqa bolalarga bir yordam berishsin. Yurtimizda qanchadan qancha yetimlar bor, nochorlar bor, kechasi och qorinda uxlaydigan bolalarimiz bor. O'shalarga bir ehson qilib, har tomonlama o'zingizga ham, oxiratingizga ham foydasi tegadigan amallar qiling. Kutib qolinglar. Kommentariy, like'larni ayamaymiz, ko'proq odam ko'rsin. Bundan keyingi videolarda kutib qoling.